Giperkeratoz. Гусиная кожа deyishadi, giperkeratoz mana bu tochka-tochkali bo'lib ketadi qo'llaringlar, oyoqlar, orqalar. Bu нарушение отшелушивания. Buni уход qilish kerak, воспалительный процесс boshlanib ketmagunicha. Uhodlarni qanaqa qilamiz? Perchatka kisi bor. O'sha bilan haftada 1 marta yoki 2 marta yuvamiz. Skrabli bo'ladi badan uchun. Haftada тоже 1-2 marta. Enzimniy pudra faqat yuzga ishlatilmaydi, boshga ham ishlatsa bo'ladi, butun badanga ishlatsa bo'ladi. Enzimniy pudra u ham отшелушивать qilishga yordam beradi. Kisloti, shunaqa kislotalar bor, kremlaringizga aralashtirib ishlatsanglar bo'ladi. Namlantirish, kremni ichida mochevina bo'lishi shart. Yumshatib, yumshoqqina bo'lib turishi kerak, koja отшелушивать qilishi oson bo'lishi uchun. Nima uchun unaqa bo'lib qoladi? Bizda proses buzilganini hisobiga. Normada kojada eski to'qimalar ko'chib tushib ketish kerak. U eski to'qimalar ustma-usti qavat-qavat bo'lib bir qalin sloyi создавать qilib qo'yadi. O'sha qalin sloylardan избавляться qilishimiz uchun uyda shart qilishimiz shart. Chunki har bitta teshikchalar воспаление bo'ladi, gnoynichokka aylanishi mumkin. Shu narsalar bo'lmasligi uchun bir chiroyli qiz bo'lib, bola bo'lib yurish uchun qilish kerak. Har doim hamma joyda disiplina bo'lishi shart. Yeyishimizda ham, yurishimizda ham, uxodimizda ham, o'qishimizda ham hamma joyda disiplina bor ekan, rezultat bo'ladi. Disiplina netu, все, не ждите нигде результата.